Hammaga salom. Bu maksimalniy bu videoni tarqatinglar. Zangitada Bektemirda ko'ringan ayol, ya'ni lo'li ayol paydo bo'ldi. Ya'ni qanaqasiga o'tib qolganmi uni bilmayman. Bu ayolni men 2-3 marta ko'rdim. O'zimizda Zangiota mana shu Gulzor mahallada ko'rdim. Kuzatdim ham va 2-3 marta o'zim uyimga ham chiqdi. Qo'shnilarimnikida ham taqillatdi. Soat 1-3 kechasi ham taqillatdi. Aynan hozir ham kelib taqillatdi. Hali yarim soatmi 1 soat bo'ldi kelib ketganiga. Men qo'rqqanimdan xo'jayinimga telefon qildim. Xo'jayinim uyda yo'q edilar. Men xo'jayinning qarindoshiman dedi. Men usul ocholmayman, kim bo'lsangiz ham. Xo'jayinim uyda yo'qlar dedim. Keyin uchastkovoyimizga aytdim, chunki men u ayolni juda yaxshi bilardim. Chunki bolamga juda e'tiborliman. Bola o'g'risini har bittasini men videosini ko'rganman, har bittasini rasmlarigacha taniyman. Keyin u ayol ancha kuzatdim, chunki mahallamizda begona ayol yo'q edi, paydo bo'lib qoldi. Ancha kuzatdim. Mahallamizda xudoga shukr, hammani mahallasida bo'lsa kerak, yosh katta ayollar o'tirishi, xudoga shukr. Men g'iybat qiladimi, boshqa qiladim, boriga shukr shu ayollarni. Bolalar o'ynab yuribdi, bu ayollarni ko'rib, u ayol kelolmayapti. Xursand bo'ldim shundan. U ayol kelolmayapti. Hozir rasmga olib qo'yaman desam, istoriyaga. U ayol o'sha bitta ayol kimsan dedi, men nimadir dedi. U ayol yoniga borib, o'zimizda qo'shnimiz. Shunda u ayol orqaga sarilib qochib ketdi. Bu ayol men aniq bilaman, bugun birinchi marta ko'rmayapman. Bir necha marta ko'raman. Aniq keladi yana. Zangiotaliklar, bu ayol kelyapti, bu ayol sho'tdi. Bolamizga juda e'tiborli bo'laylik, bolalarimizni avaylaylik, e'tiborsiz qoldirmaylik iloji boricha.